Har bir kasbda etika, estetika va tartib qoidalari bo'lgani kabi, haydovchilarning o'z kasbiy madaniyati mavjuddir. Haydovchining madaniyati esa o'z navbatida yo'l harakat qoidalariga amal qilish orqali namoyon bo'ladi. Yo'l harakat qoidalarini qasddan buzib, o'z harakatlarini ijtimoiy tarmoqlarda ko'z-ko'z qilayotgan haydovchilarni qanday atash mumkin? Jizzax shahri markazidagi avtoturargohlardan birida o'zi va o'zgalarning hayotiga xavf solib, drift qilgan haydovchiga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudida sud ishi ko'rib chiqildi. Sud materiallarida to'plangan dalillarga ko'ra, haydovchi turli avtoavariya holatlarini keltirib chiqaruvchi bir nechta xavfli driftlarni amalga oshirib, yo'l bezoriligini sodir etgan. Afsuski, mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'ladi. Haydovchi sudda bergan ko'rsatmasiga asosan qilgan ishidan pushaymonligini aytadi. Video 13-yanvarda tarqab ketganda, men o'zim profilimni taqamagan. Undan so'ng qizim ularga olib tarqatish olganda, nima bo'lgan edi? Xorda shu drift qilganda, xorda. Xo'p. Biz lekin jarima qo'llanishini o'z bilmasdimmi? Nima maqsadda qildingiz drift? Endi shu yoshlik qo'yganmanda, Aybga iqrorsiz-a? xormaydim. Pushaymonmisiz? Pushaymonman. Shu o'rinda aytish joizki, so'nggi vaqtlarda yosh haydovchilar tomonidan yo'l harakat qoidalarini mensimasdan qasddan buzish holatlari uchrayotgani achinarlidir. Bugungi sud ishida ham haydovchi o'zi bilib bilmay qilgan xatosidan afsusda. Biroq o'zi va o'zgalar hayotiga xavf soluvchi holatlarni sodir etish belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-prim 10-moddasi 1-qismi bilan 1 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobar miqdorda, ya'ni 10.300.000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Yo'l qoidasi umr foydasi. Demak, harakat xavfsizligiga barcha birdek mas'uldir. O'zingiz va o'zgalar hayoti xavfsizligiga befarq bo'lmang.